Salam tuqqanlar, bugun oilada yeylik dasturxonimizning gul keltiradigan bu xil pishiriqlarimizni o'rganib baqamdiq. Etish usuli intayin oddiy. Qachimiz 2 tal tuxum chekib elib, azroq qora kunjut va bir qo'shiq shakar, muvofiq miqdorda un qo'shib, paxsima holat keltirib olgandan keyin muvofiq sumay qo'shib, xamir qilib sug'urib olamiz. Xamirimiz tinigandan keyin mushtaq kesib elib, buni tüpsini maylab etgandan keyin boshama bilan o'rab, 10 minutlar atrofida tindirib olamiz. İzlaganda tepishinglar oson bo'lish uchun suyumli tuqqanlar meni qo'shib olib yurak besib, alt raqamni ko'proq yo'llab qo'ysanglar. Xamirimiz sinib bo'lgandan keyin piltiqib inishkiltib ishib, bir uch bilan yana bir uchini qarama-qarshi yo'nalishda to'lg'ab shaklga kirgizib olamiz. Intayin chiroyli ko'rkam chiqadi. Buni qilib bo'lgandan keyin qozonimizga biza ko'proq may qo'shib, mayimiz normal qizg'an vaqtida shaklga kirgizib olgan xamirimizni bir-birlab silib, normal o'tda tekshi holatda o'rib, tekshi ichiga singishtirib, sarg'aytib pishirib elib olamiz. Etish usuli intayin oddiy. Sizlarmi men qilgandek qilib baqsanglar, suyumli tuqqanlar, sizlarmi cho'qim yaxshi etalaysizlar. Mana o'xshagan churuk yeyishlik bo'lgan bu xil turmimizni tayyor bo'ldi.